Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Izzat. Bugun 7-oyning 21-kuni juma. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsilotini. Xitoy Tangritog to'rining 7-oyning 19-kunidagi xabarda deyilishicha, Xitoy hukumati Urumchida atalmış xalqaro emgak munosabati va emgakchilar huquqiy muhokama yig'ini o'tkazgan bo'lib, bu yig'inga Mongoliya ishchilar uyushmasi federatsiyasining vakillari, O'zbekiston ishchilar uyushmasi federatsiyasining vakillari, Xitoy davlat ichi va sirtidagi atalmış mutaxassislar va olimlar va atalmış Xinjiang korxonalari va ishchilar uyushmalari vakillari qatorliqlar qatnashgan bo'lib, bu yig'inda xalqaro emgak munosabati va emgakchilarning manfaatini qo'g'dash to'g'risida tadqiqot va o'zaro fikr almashtirish olib berilgan. Yig'inda Xitoy G'arbiy Janub siyosiy fan va qonun universiteti kishilik huquq tadqiqot o'rnining ijroiya mudiri Jang Yungxi bir qism G'arbning Jungoga qarshi kuchlarning haqiqiy maqsadi bo'lsa, Xinjiangda majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik bor deb vatan chaplab, Xinjiangning taraqqiyoti va muqimligiga buzg'unchilik qilib, Jungoni parchalashga urinib va Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishdir deb bildirilgan. Yana Pokistonlik atalmış mutaxassis Valid Jamil atalmış Xinjiang hukumati va har darajalik ishchilar uyushmalari xizmatchilarning huquqiy va manfaatini qo'g'dash, xizmat muhitini yaxshilash va turmush sifatini yuqori ko'tarish uchun ko'rsatgan tirishchanligi meni qattiq ta'sirlantirdi deganlarni bildirgan. Oxirida atalmış Abnum rayonlik ishchilar uyushmasi qonun xizmat bo'limining qo'rchoq mudiri Karam Mamat Abnum rayonidagi xizmatchilarning xizmat va xizmat o'rnini mustaqil tanlash huquqi to'liq kafolatga ega. Korxonalar butun kuchi bilan xizmatchilarga yaxshi xizmat muhiti va turmush sharoiti yaratib beryapti. Shuning bilan bir vaqtda har darajalik ishchilar uyushmalari va advokatlar xizmatchilarning huquqiy va manfaatini qo'g'dash uchun qonun bo'yicha xizmatlarni davom qilyapti. Buningdan keyin davomli har qaysi davlatlardagi ishchilar uyushmasi tashkilotlarini Xinjiangni ziyorat qilish taklif qilamiz. O'zaro fikr almashtirib va hamkorlashib birlikda taraqqiy qilishimizni umid qilamiz deb bildirilgan. Xitoy Xalq to'rining 7-oyning 20-kunidagi xabarda bildirilishicha, atalmış Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik partiya komitetining muavin kotibi Li Yifei atalmış Xitoy Xinjiang do'stlik va hamkorlik vakillar o'mikini boshlab, Iron va Qatarni ziyorat qilgan. Ziyorat jarayonida Iranning muavin prezidenti Firoz Abadi va Qatar tashqi ishlar ministrligining bosh kotibi Xitoy do'stlik va hamkorlik vakillar o'miki bilan ayrim-ayrim ko'rishgan. Li Yifei ziyorat jarayonida atalmış Xinjiangning taraqqiyot jarayoni, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotidan qo'lga keltirgan natijalarni tonishtirib, atalmış Xinjiangdagi fuqarolarning turmushining xotirjam, milliy urf-odat va madaniyatlarining gullanayotgan va qo'g'dilayotganligini va diniy e'tiqod erkinligining to'liq kafolatga ega ekanligini, atalmış Xinjiangning hozirgi ahvolini tonishtirgan. Iran taraf Iranning Iran-Xitoy universal strategik sheriklik munosabatiga intayin ahamiyat berganligini, Iran Jungo universal hamkorlik planini birlikda yo'lga qo'yganligini bayon qilib, Iran Xinjiang bilan iqtisod, savdo, energiya va dehqonchilik qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, o'zaro manfaat yetkazib va o'rtaq taraqqiy qilib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni xohlaydiganligini bildirgan. Qatar taraf Qatarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni o'zliksiz cho'nqurlashtirishga intayin ahamiyat berganligini va qat'iy irodasini ifoda qilib, Qatar Xitoy bilan yaqindan hamkorlashib, atalmış Xinjiang bilan iqtisod, savdo, mablag' selish, madaniyat sayohati va boshqa sohalardagi hamkorlik saviyasini texnik yuqori ko'tarishni xohlaydiganligini hamda Qatar bilan Xitoyning atalmış bir balvoq bir yo'l barpo qilishdagi hamkorlikni ilgari surishni xohlaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga